Ikkinchi topshiriq. Topshiriq sharti quyidagicha berilgan. 66 gacha istalgan son o'ylaysiz. Kompyuter topishi kerak. Agar to'g'ri topsa, while to'xtash kerak. Agar topa olmasa, qaytadan yangi sonni aytish kerak. Darsdagi amaliyotga o'xshash. Let number 44. Let random mass random va ko'paytirib 66 plus 1 nima yozilganligini hozir tushuntiraman. Birinchi navbatda mass randomni vazifasi bu mass random o'zi so'zdan ham kelib chiqqan bo'lib, mass random o'sha random so'zi random tarzdagi sonlarni chiqarib beradi. Mass rank esa random sonlarning oxiridagi qoldiqlarini bizga chopib beradi va bu 66 esa 0 dan boshlangani uchun 65 gacha bo'ladi. Shuning uchun birni qo'shib qo'yamiz. Let checkga tekshirish uchun promptga uka topdimmi? Ya'ni o'sha bizga son chiqarib beradi. Masalan, mana uka topdimmi yonida 25 va bu 66 gacha bo'lgan random son. While check no va o'sha yana no ni kiritsak, promptga no ni kiritsak, yana tepadagi yozilgan random sonlarni chiqarib beradi va bu yana tekshiradi va yana yo'q bo'lsa, yana oldingidaqa bo'lib davom etadi. Agar biz o'ylagan sonni topsa va yes ni kiritamiz, shu bilan tugaydi. Tekshiramiz. 33 sonini o'ylaymiz. Topa olamizmi? A few moments later, 2000 years later, one eternity later. Va nihoyat 33 sonni chiqarib berdi. Ozgina qoldi o'tkazib yuborishimizga va bizda ikkinchi topshiriq ishladi.